O'tgan yilgi XM Gala 2024 tadbirida biz mijozlarimizga ko'plab yirik sovg'alarni taqdim qildik. Bugun esa o'sha g'oliblardan birini 375 million so'm yutgan ishtirokchini taklif qildik va ular o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashadilar. Salom, iltimos aytingchi, sizning lotereya raqamingiz e'lon qilinganda nimalarni his qildingiz? Juda hayajonli voqealar bo'ldi unda. Men o'zimga ishonmadim birinchi, haqiqatda. Buni qarasam katta qilib ko'rsatishdi, uni ham hayajonli holatlar bo'ldi. Endi boshidan gapirib beradigan bo'lsam, bir qanaqadir har bitta daqiqasi bir soatlarga to'g'ri kelyapti, har bitta sekundi bor-ku. Eslayman, o'tgan yili siz bu pulni qizingizning to'yiga sarflamoqchi bo'lganingizni aytgandingiz. Shunday bo'ldimi yoki boshqa maqsadda ishlatdingizmi? Qizim emas edi, ikkita o'g'il uylantirdim. 3 ta o'g'lim bor edi, ikkitasini uylantirdim. Umralarga borib keldik keyin. Zo'r. Sizning hikoyangiz haqiqiy muvaffaqiyat namunasi. Bizning mijozlarimizga qanday tavsiya berasiz? Haqiqatda bor narsa XMda ishlasa bo'ladi. Bilim kerak обязательно. Bilim bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin ancha daromadga chiqdim. Galaga gap yo'q, lekin XM jamoasiga malades. Haqiqatda hamma tomonlarini ham o'yladi, dizayni ham, odamlarni haqiqatda to'g'ri yo'nalishga menimcha boshlayapti deb o'ylayman. Hurmatli mijozlarimiz, agar hali beri biz bilan hisob ochmagan bo'lsangiz, biodagi havola orqali hisob oching. 22 noyabrda ko'rishguncha.